Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz tomoshabinlar, iltimos qilaman, mana YouTube'dagi kanalimga obuna bo'linglar. Biz hali yangi ochildik va mana bu yerda mana YouTube'dagi kanalim bor. Mana atiga 22 ta podpисчикim va 188 ta laykim. Iltimos qilaman, layk va podpiska bosinglar, iltimos. Kommentga ham o'qib tashinglar. Bugun sizlar bilan biz Granny o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Вот так biz Granny o'yinimizga kiryapmiz. Вот так уже mana bu voy adashib ketibman, uzr kechirasizlar. O'zim mana shunaqa nima bu? Mayli. Короче, o'ynashni boshladik. Men bu kampirshoni basharasini qaranglar. Bujon, biz uyimizga qaytib keldik. Men bu o'yinni 3-marta o'ynashim, lekin vosh yutmaganman. 6-mi, 100-marta o'ynashim, короче. Lekin bu o'yindan qochib keta olmaganman. Balkim qochib ketarman davoman bo'lsa-da. Xo'sh, maslaga bunda gipnoz qilishni o'rgataman. Вот так. Baba, men bu tortmani ochmayman. Bu tortmalar ichida bu ham bo'lmaydi. Men buni olasizlar, Grannyni o'zini chaqirish uchun. Menga tashab turib, krevat ichiga tikirib olasizlar. Voy. Neyski. Onamni chaqirib kelaman demoqchi edim. Mashga tashlasizlar, endi ichiga kirib olasizlar. Mana Granny buvimiz keldi, Granny buvimiz. Keldim tez qilib mashina qilib, короче, tepaga chiqasizlar, turasizlar. Tilim kechmay qoldi. Shunaqa qilib uni gipnoz qila olasizlar, mashina qilasizlar. Bo'ldi, bitta chiqsanglar, вот так bu gipnoz bo'ladi, joyidan qilmasdan tura oladi. Biz endi bemalol buni uyni aylanib kela olamiz. Mana shu qoplarni ochib, bu hammom ekan. Tualetini tozalab yurmaysanmi? Bu ham turibdi mana bitta. Mana endi tozalamaysanmi? Kalla, basharangga yaqin. Tozalamaydi ham shu haqiqatimiz. Sizlarga yo'q qadim tozalamas. Ana o'rgimchalik xonani kaliti-ku, voy be. U yaxshi emas ekan, olmayman uni. O'rgimchalik xonaning tashqi. Miltiq davomini tezroq miltiqqa to'g'rilab turib, Grannyni otib o'ldirish kerak. Chunki u Granny Baba Yaga buvijon nima desak bo'ladi? Xola desa ham bo'ladi. Вот так. Biz anoku. Короче, men buni olib, уже mana pastga tushyapmiz biz ham. Voy, miltiq yarimdan bir pasta paydo qolibdi. Mashga qo'yarkanmiz, miltiq yarimdan bircha olay. Hop, drop turaveradi menga qo'ying. Mamon sinotib bo'ldi. Endi ketdik terro deb ko'rdinglarmi kelishim qotdim. Tilim. Jinniman tishim to'g'ri. Короче, mana mapdagi jinchi rasmlarni yig'ishim kerak. Mana buni qo'yib qo'yishimiz kerak. Voy, buni orqaga qo'yadik-ku. Mana mashga teshab qo'ysak. Sizlar chiqib keta olganmisizlar, chiqib keta olmaganmisizlar bilmayman. Lekin chiqib keta olgan bo'lsanglar, like podpiskani bosib qo'ying. Chiqib keta olmaganlar komment yozsin. Granny deb yozsin kommentga. Keyin короче, nima demoqchi edim? Mana chiqib keta olganlar, iltimos. Mana nima endi mashga tashib qo'yamiz buni ham. Chiqib keta olganlar, voy be, mana Granny buvsini tiraltiradigan u. Men bu amuku varoni kikuepe. Men uyni polni to'g'rilab qo'ymaydim, jinniga o'xshab pol qiyradi. O'tganinglarda har doim menga vashi yoqmaydi bele polni qaranglar bu. Короче, uyni almashtir Granny. Xo'p, biz Mamatga keldi, mana mamani qo'yib yuboram. Ochilsin, sevgilakanda. Короче, shuni olib endi yana tepaga qaytadan qo'yib demoqchiman. Tepaga qaytadan endi chiqamiz. Вот такski. Men birinchi marta emas, bu qanaqadir narsa qilib ham ko'rganman. Bu ikkinchi marta mana shunaqa video olishim. Men ko'proq anaqa neydi, shorts olaman. Like va podpiskalarni bosib qo'yish sizdan chiqmasin. Короче, o'rnimizdan turib ketamiz. Tezroq Mamatga pastga tushib, mashina qo'yib olamiz. Balki u gipnoz qachongacha ta'sir qilishini bilmayman, lekin ko'proq ta'sir qilsin-da. Bir nima olsang, bu yaltirab turadi. Mamatga qo'yamiz zaratgani. Granny bu bizdan xafa bo'ladi. Bu jon bizdan xafa bo'lmang, iltimos.
Iltimos qilaman like va подписка ko'rdinglarmi jinim подпискani ayamanglar. Biz tepadagi xonalarni tekshirib chiqamiz. Так же. Xona tushunmadim. Bitta sirli xonalar bor ekan endi. Fik. Mamtada o'xshash sirli xona bo'lsin yeb qolib. Mamtam bor ekan. Voy, miltig'imni oldik, ketdik endi. Vachach. Miltig'i yasab oldik уже bizlar. Miltig'i nima kerak deyim, o'limchakka o'ldirishga. Yoki Grinini o'ldirishganmi? Bilmayman, короче. Miltig'i oxirigacha yasadik. Mana o'sha kun keldi, Grinini otib o'ldiramiz. Grinini otib o'ldirsak otilmaydi. Ketdik endi, ketdik. Voy talbayob, nega otding? O't o'rarkan o'sha sho'tda bosib ketsa. Xitob bo'lamiz, o'tirib ketish kerakmiz. Короче, mana. Voy, miltig'i basharasini qilib, nechinchi zamondan qolib ketgan miltig'. Biz hozir o'rgimchakli xonaga ketmoqchimiz. O'shani eshigini ochamiz, mashga tashib qo'yman miltig'imni. Keyin o'rgimchakka otib, o'shdan bir baloni olamiz, короче. Mana tepada o'rgimchagi bor, qanaqadir holat. Basharingga yaqin desa bo'ladi. Mana nima bor ekan? Rasm bor ekan. Rasmga kelamiz. Rasmga o'tirib. O'chirar ekanmi? Mashta bosib o'chiladi. Miltig'i olib kerak keyin. Ve uning qo'rqitib yubording boshingga yog'im. Miltig'i olib kelsak. Kelamiz miltig'i. Mashtamda. Mana. Mamta Grini xolan ep. Bo'lmas o'tiribdilar. Biz hozir o'rgimchagi bor buni tepada. O'shani otamiz. Basharasiz bo'lsin shu o'rgimchak. Mashta bosaman kesang. Yomon qo'rqaman. Ishlamayapti. Voy basharangga. Bo'pti, короче, do'stlar, keyingi qismini 100 ta подписка, 100 ta like yiqqandan keyin olaman. Bo'pti, xayr do'stlar.